qilib samolyot yasagan mana qo'llarida uchadi. Iloji bo'lsa uchirib ko'ringlar. Ha, bitta iloj. Efirga qo'yaman. Mana akalar, ukalar qanaqa qilib yasatdilaring? Shu qo'lda o'zimizdan amaliyot topib, toshkentdan narsalarni olib kelib yasadik. Так, я готов. Qochib turinglar ukalar. Ey uka. Qoch. Mana hozir samolyot uchadi mana shu. Ixtiro qilib yasalgan mana. Qarab turinglar mana. Ketdi mana. Ona. Mana atrof o'zimizni atrofda nima qilavering? Mana. Ona. Yuri. Gaz ko'tarilganini qo'shganim sababi nima bilindi lekin. Mana. Samolyot mana o'zlari ixtiro qilib yasagan mana. Uchyapti. Samolyot. Mana ixtiro qilishib. Ona osmonlarda. Mana. Это не специально сделал. Gazga berib chapsa. Mana. Asadan gazga bermaydi. Tepalikda gazga berasiz, gaz olganda. Ey! Ko'rdingizmi? Afisat olganda gaz bermaydi, jon aka. Orqa ushamayapti, faqat tashlab oling, faqat tashlab oling. O'tda qumdi. Bolalar qanaqa qilib yasadilaring? Bir gapirib bersalaring. Qasbirlarning gapirib berasizlar, siz gapirib beravering. Mana bu hozir radio modul tushyapti, 2 to'rga tushyapti. Pultda Radio Master Pocket, atta YLRS приемник turibdi. Video передача sistema 508 Hz ishlaydi, 350 mW video передатчик bor, kamerasi bor, Lollipop antennada ishlayapti. 4+ ham. 4+ Lollipop antennada ishlayapti. Oddiy akkumulyator ishlatganmiz, 300 akkumulyator qo'yganmiz, 1750 kV оборотli motor qo'yganmiz. 30 amperli regulyator turibdi. Shu to'rtta serverni oddiy shunaqa po'ki samolyotga rekonstruksiya qilib nima qilganmiz. Uchira olmaysiz. Yo'q, uni olib kelyapti. Bunga qancha rahsot ketgan? Mana shu polni turishi rasxoti ketsa 4 million, 5 million, ha? Buni qo'shsa alamdan ko'p bo'ladi. Ha, u qimmat, rasan. Hozir poket $300, bu $200, $500,